Uyg'ur yezigini latinchalashtirirish to'g'risida ko'z qarashim. Bu mavzuimni boshlashdan burun Uyg'ur ilifbasining tarixdagi o'zgarishlarini eslab o'taylik. Koni Uyg'ur ilifbasi, ya'ni 5-asrdan 10-asrgacha bo'lgan shu 5-600 yil davrida Uyg'urlar So'g'diyan ilifbasi deb atiladigan shu hozirgi Mo'ng'ul yoziqininki dastlabki nusxasini ishlatdi. Hamda hozir mayda ma rangli suratni ko'rganimiz shu o'z vaqtidagi So'g'diyan ilifbasi bo'ldi. Hozir Mo'ng'ullar ishlatayotgan ilifba shuningdan kelib chiqqan. Buni uzun to'xtalmaymiz. Endi 11-asrdan 18-asrgacha bo'lgan shu 700 yil tarixi mezgilda Uyg'urlar bu eski turkcha deymiz, endi keyin ko'ni turkcha. Keyin endi Yo'g'ur deb shu Uyg'urlar Seriq Uyg'ur deb atiladigan shu hozir shu Qinghai endi Kangsu rayonlarida yashaydigan shu Seriq Uyg'urlarningki yezig'i bo'lganda, mana mayadik bu oqqor suratdikcha shu hozirgi Seriq Uyg'urlarningki kiyim kechaklari. Bularning kiyim kechaklari Mo'ng'ullarningga o'xshab ketadi, lekin bularning so'zlaydigan tili Uyg'urchaga shunday yaqin so'z, yaqin til. Endi hozirgi zaman Uyg'ur ilifbasini oladigan bo'lsak, hozirgi zaman Uyg'ur ilifbasi tarixi nihoyat uzun. Ya'ni 10-asrdan boshlab 19-asrgacha bo'lgan shu 1000 yildak oralikda Uyg'urlar shu islom diniga e'tiqod qilgandan keyin hamda butun barliq islom xalqiga o'xshash shu arab yozig'ini asos qilgan shu Uyg'ur ilifbasini ishlatib kelgan. Bu to'g'riliqmi tarixdagi tarix to'g'riliqmi uzun to'xtalmayman bu yerda. Endi bu yerda mening jikib o'tadiganim nima deganda 1963-yili, ya'ni shu Xitoy hukumat tarafdan ta'sislab shu latincha harfni asos qilgan Uyg'ur yangi yozig'ini o'tirib qo'ydi. O'tirib qo'ygandan keyin shu 60-yillardan boshlab bu ta 83-yilgacha rasmiy ishlatilgan. Lekin endi bunda desam yana azroq xatolashgan yerim bo'ldi. Amaliyotda bu oraliqda shu 30 yildak oraliqda yangi yozig ishlatgan vaqtida ko'pincha Uyg'urlar bo'libmi shu yesh cho'ng'aroqlar yangi yozig'ni o'rganmay o'tib ketgan. Endi demak shu Uyg'ur latin yozig'i deylik, ya'ni shu Uyg'ur yangi yozig'ida ataladigan latin yozig'ini asos qilgan yozig amaliyotda 30 yildak shu davom surgan. Endi 83-yildan boshlab ta bugunga qadar shu Xitoy hukumati tuyuqsizlar degandek shu yana shu burunqi ko'n yoziq qaytib borayli deb shu o'zimizning yozig'ini ko'n yoziq deb ko'n yoziq qaytishni yana qaytadan o'ttirib qo'ydi. Shuningdan boshlab ta bugunga qadar endi official deymiz, endi shu Xitoy hukumat tarafdan ta'sislangan Uyg'ur avtonom rayon, ya'ni Sharq Turkiston ishlatayotgan yoziq yana asosan shu Uyg'ur shu arab yozig'im desak bo'ldi, ko'n yoziq ishlatib kelgan kelyapti. Endi mana tuvanda ko'rinib turgan shu hozirgi zaman Uyg'ur yozig'imizdir. Bu yerda buningki bu 32 harfdan tarkib topgan. Bu 32 harfdan tarkib topgan Uyg'ur hozirgi zaman ilifbasi bilan 65-yildan burun ishlatgan ko'n yoziqning farqi nima deganda faqat bu yerda 2 harflar. Bu yerda qizil rang bilan berdim. Birisi ö, birisi ü. Uningdan burun, ya'ni 70-yillardan burun
Uyghur ilifbasi faqat 30 harfni tarkib topgan. Ya'ni demak o bilan ü, ya'ni u bilan ü ikkisi farqlanmaydi. Mana bu yerda mana ko'rib turibmiz. Shunday qilib Uyg'ur hozirgi zamon Uyg'ur ilifbasi mushu tuvandagi 32 harfdan tarkib topgan bo'lib, bu umumyuzlik qo'llanib kelyapti. Shuning uchun mening abay ko'z qarashim bo'yicha buningdan boshqa har qanday latincha harflarni qo'llanishning hech qanday hojati yo'q deb qarayman. Endi Uyg'ur yangi yoziq kelaylik. Uyg'ur yangi yoziq deganimiz abay deb o'tdim, shu 1960-yildan tortib 1990-yilgacha rasmiy shu kitob, jurnal, gazet hamma shu matbualarda ishlatilgan shu yoziqdir. Bu yoziq shu asosan inglizchadagi 28 harfdan tarkib topgan. Masalan, men yerda ko'rsizlar A B C D E F G deb ta Z'gacha bo'lgan 28 inglizcha harfni bevosita qo'llab, uning ustiga inglizcha harfda tovushi bo'lmagan, masalan, G, H, Q, A, Ö, Ü, J degan din iborat 7 harfni shu 28 harfning üstü qo'shib, 28 amaliyotda 26 harfniki. Chunki bu yerda V bilan C Uyg'urchada ishlanmaydi. Xo'sh. Endi uning ustiga yana qaysilar tanishtirdi deganda, men yerda faqatla Xitoychadagi terminlarga yer ismlariga ishlatiladigan shu J degan 3 harf qo'shildi. Bu harflar masalan qo'shma harflarni tarkib topgan. Z bilan H ni birlashtirib J, C bilan H ni birlashtirib Ch, S bilan H ni birlashtirib Sh degan tovushda bo'lib keldi. Bu faqatla shu Xitoychadan ilingan so'z va terminlarda ishlandi. Endi bu jadval orqali men bu yerda shu Xitoyning ishlatayotgan pinyin bilan inglizcha ilifba orasidagi farqini bir ko'rsatib o'tay. Amaliyotda Hanyu pinyin tizimi deganlarni oldigan bo'lsak, bu amaliyotda shu bir yuzdan boshqa hamma harfi inglizchadan bevosita kelgan. Shuning uchun pinyinni Xitoy ijod qilgan narsa, Xitoycha ijod qilgan harf degan tamoman xato ko'z qarash. Mana men yerda ko'rib o'tdik. İngilizchadagi 28 harf men yerda tizilib turibdi. Men yerda Hanyu pinyin tizimi yo'lab men yerda turibdi. Mana bu yerda 100 dan boshqa hamma harflar inglizchadan bevosita ko'chirilgan. Xo'sh. Shuning bilan nimani ifodalaymiz deganda, Uyg'ur yangi yoziqi Uyg'urchani xitoychalashtirishni maqsad qilib o'tirib qo'yilgan degan ko'z qarashning tamoman xatoligini isbotlaydi. Endi amaliyotda shu Xitoy o'zlarininki shu Yingbyo deb atiladigan bir ilifbasi bor. Yingbyo ilifbasi nimadan kelganda mana bu yerda ko'ryapmiz bu yoqda. Buning hech qaysisi latincha bilan hech qanday munosabat yo'q. Faqat o'zlarininki yiziqining odati bo'yicha mushta Yingbyoni bekitib, bu orqali shu Xitoychini shu o'zgartimiz ham shu Xitoycha shu xatlarga ovoz berish uchun bu Yingbyoni barpo qilgan edi. Bu Yingbyo deganimiz ham asosan shu Tayvan, Hong Kong, Oman va shu Xitoy Xalq Cumhuriyatining sirtidagi rayonlarda ishlatib kelyapti. Bu Yingbyo bilan ingliz o'zinglar ko'ribsiz, Yingbyo bilan inglizcha harfning orasida hech qanday munosabat yo'q dedi.
Xo'sh. Endi tövendeki jadval orqali men şu hozirgi zaman türkçesi bilan Uyg'ur ilipba orasidagi silishtirma jadvalini bu yerda ko'rsatyapman. Endi Türkçe ilipbasi 29 harfdan tarkib topgan. Uyg'ur yazıqi abay deb o'tgandek 32 harfdan tarkib topgan bo'ldi. Endi bu yerda agar biz masalan Uyg'urchadagi hi bilan hini, andikin ki bilan qini, yana birisi shu zi bilan ji harflarini agar biz hi, ki, zi orqali ifodalaydigan bo'lsak, bu yerda Türkçe harflarni bevosita qo'llabla Uyg'urchani latinchilashtiramiz. Başka bir harflarni bir tanıştırışına hacet yok. Endi albatta bu mening shaxsiy ko'z qarashim, agar Uyg'urchani jazman latinchilashtirish to'g'ri keladigan bo'lsa, eng yaxshisi shu Türkçe ilipbani bevosita qo'llashdir. Chunki bu yerda 4 sabab bor. Birisi Uyg'ur tili hammamiz bilgandek bu faqat Türk til sistemasiga bir dialekt. O diyalekt olgandan keyin agar Türkçe harfini bevosita ishlatgan bo'lsak, uni qabul qilish oson to'xtaydi. U bir. Endi keyin 29 harfni tarkib topgan Türkçe ilipbaga yangi harflarni tanishtirishning hojati qolmaydi. Abay deb o'tgandek faqatla shu hi bilan hi, ki bilan qi, endi zi bilan jini shu turklarga o'xshash yumshoqlashtirib, biroq shu hi, ki, zi orqali ifodasak hech qanday qo'shimcha harf hojat qolmaydi. Endi yana bir alayligi nima deganda turkchaning bu yerda ko'ringlarmi, qo'shma harflar ishlatilmagan. Masalan, j degan harflar ishlatilmaydi. Hamma barliq tovushlar birla harf orqali ifodalanadi. U bir alayligi. Yani en mühimi nima deganda bütün dünyada Türkçe tilini qo'llanadigan aholilarning soni 100 millionga yaqin bo'ldi. Agar biz shu barliq turk tilidagi til so'zlaydigan millatlar hammamiz agar bevosita shu latinchilashtirilib bo'lgan Türk ilipbasini ishlatadigan bo'lsak, bu nihoyatda bir esil ish bo'ldi. Chunki biz o'zaro aloqalashishda hech qanday to'solqisiz aloqalasha oladigan bo'lamiz. Faqatla laqcha deymiz yoki shu dialekt jihatda ozroq farqlarimiz bo'ldi, lekin ilipba kelganda bir ilipbani ishlatadigan bo'lamiz. Bu nihoyatda bir yaxshi bo'ldi. Endi bu yerda ma'nimi deb o'tay, turkchada inglizchadagi c'ni me'yorga bir quyruq deb qo'yildi. Quyruqni bekish orqali bu ma'ni j deb o'qildi, endi ma'ni ch deb o'qildi. Shu vaqtda bu ch degan bizning chi degan o'rniga shu chani ishlasak bo'ldi. Endi yana birisi bu turkchada yumshoq g'i deymiz. Biz g'ining o'rniga yumshoq g'ini soladigan bo'lsak, bumi bir nihoyatda bir afzalligi turkchani qabul qilishdik. Endi bu yerda si harfga bir quyruq bekitib, turklar buni shi deb o'qiydi. Shu vaqtda bumi bir alaydiligi. Xo'sh. Yuqoridagi bo'lsa shu Türkçe ilipbani tanishtirib o'tdim. Hamda shu yaqindan beri, ya'ni bo'libmi 2010-yillardan boshlab qo'yayman, shu g'arb dunyosi yashaydigan, Yevropa, Amerikada yashaydigan bir qism Uyg'urlar yana bir atalmış Uyg'ur latin yoziqini o'ttirib qo'ydi. Uni bir qism Uyg'urlar shuningdan tortib ishlatib kelyapti. Bu yerda endi buningki bir ojiz taraflari bor. Buning ojiz tarafi nima deganda, inglizcha 28 harfdan foydalanib, endikin bu harflarga nurg'un, masalan 4 tak 1, 2, 3, 4, 5 qo'shma harflarni qo'llab shu
işiltip kelyapti. Bu yerda ba'zi bir qalaymiqanchiliklar tug'ilyapti. Masalan, SH deganni she degandan keyin burundan ishlatayotgan masalan X'ni bu yerda ishlatmaydigan bo'ldi. Ko'rdinglarmi? X deganni ishlatmaydi. X'ni he deb ishlatadigan bo'ldi. Bu nihoyatda jiq qalaymiqanchilikni tug'dirib kelyapti. Yana birisi CH orqali she'ni ifodalab, andin mushunga o'xshash ba'zi bir qalaymiqanchiliklar paydo bo'ldi. Uni masalan biz vatandagilar bilan aloqalashishda shu yerlarda nurg'un ashtaq nimalar kelib chiqyapti. Masalan, men o'zimni oldigan bo'lsam, bir qancha mening saboqdoshlarim mendan necha qatim shuni so'radi. Sizlar nimandaq bu yezikimizni qalaymiqanlashtirdinglar? She'ni qandaqlarcha SH deydigan bo'ldinglar deb mendan so'rag'ildi. Men uningga javob beraman deb gap qilsam. Chunki bu umumlashgan yezikmi emas, hech qanday official jihatdan uni tasdiqlagan yeri yo'q. Faqat bir qism Uyg'urlar o'tirib qo'yib ishlatib kelyapti. Endi buni men tavsiya qilmayman. Bu Uyg'ur Latin yeziqi deb atiladigan yezikni men tavsiya qilmayman. Uning sababi tuvandikicha. Birisi aboy men deb o'tdim. Butun dunyoda faqat 10 ming atrofidagi Uyg'urlarga chekinib qoldi. Bu Uyg'urlar ko'pinchilari, mutlaq ko'pinchisi shu ingliz so'zlaydigan davlatlarda yashayapti yoki bo'lmasa Yevropa ellarida yashayapti. Endin aboy deb o'tdim. İngilizce alfabet, İngilizce ilifbasidan foydalanganda bu yerda 28 İngilizce harfga 13 o'rinda o'zgartish talab qilindi. Endi hammamizga ma'lum Uyg'urlarning mutlaq ko'p soni, ya'ni 97% Uyg'urlar Sharq Turkiston bilan Qozog'istonda yashaydi. U yerdagi Sharq Turkistondagi Uyg'urlar yangi yezikni bildi yoki shu ko'ni yezik deymiz, shuni bildi. Endi hozir ishlatayotgani, ya'ni hozirgi zamon Uyg'ur tili arabchadan shakllangan Uyg'urchani ishlatyapti. Qozog'istondagilarni kelsak, ular Siriyan yezigini, ya'ni ruschaning harflaridan o'zgartmasini ishlatib kelyapti. Shuning uchun ularning ishlatayotgan yezik bilan Uyg'ur Latin yeziqining hech qanday munosabati yo'q. Endi men o'zim texnik sohasida ishlayman. Shu information texnik point nazardan qaraganda bu taraqqiyotga erishamagan bir xil yezik. Chunki bu yerda aboy deb o'tdim, qo'shma harflarni ayt ko'p ishlatildi. U yezik nuqtadan aytgan chaqda kompyuterlashtirishdan ait muvofiq kelmaydi. U to'g'riliq hamda ayrim to'xtaladi. Qo'shma harflar jiqishlanishi, qamlashmagan bir ish deb o'tdim. Endi eng muhimi bu yerda hammamizga ma'lum, Uyg'urlarningki hozir siyosiy kuchi yo'q. Siyosiy jihatdan bir yezikni almashtiramiz yoki yezikni o'ttirib qo'yamiz degan hech qanday siyosiy huquqi yo'q unda. Uningda faqat kimlar qila oladi deganda, ya shu Sharq Turkistonni boshqarayotgan Xitoy hukumati qila oladi yoki bo'lmasa shu Qozog'istonning hukumati buni qila oladi. Lekin bu chet elda yashayotgan Uyg'urlar uningga qudratimiz yetmaydi, mumkin emas. Shuning uchun u yangi yezikni barpo qilamiz deganlik butunlay tamamen oqmaydigan bir quruq parang bo'lib qoldi. Endi ma'lum deb o'tishni to'g'ri ko'rdim. Ma'u kompyuter taraqqiyotining ilgilishiga ergishib, shu Microsoft deymiz. Hem asosan kompyuter sohasida eng tanilgan bir shirkat. Ular xeyli 10 yildek bo'ldi. 10 yildan burunlar shu Uyg'ur fontini, ya'ni shu Uyg'ur hozirgi zamon fontini kompyuterga kirgizib etgan. Demak, har qanday kompyuterda biz fontini tushirib olsak, shu Uyg'urchani bevosita yoza oladigan holatda. Buni mesela növbətdə nurgun yazğıçılarımız, alimlərimiz, hətta şu işlətələydiğanlar həmmisi hazır
torlarda olamdı, neşr kılgan kitaplarda olamdı, ictimai taratqularda olamdı, hemmesi bu şehirde işledik ki vatı. Bunu şunun için bu nokta nazarına etkan çağdıma yeni latinçini uttur koyuş akıllı sığmaydıgan bir işte var. Meyde manasını ben çemberini sızıp koyayım, bayqap yakınladım. Q degan harfga mana chi deganni ishlatgan. Hi degan harfga mana hi bizning ishlatgan bu yerda. Shi degan x'ning o'rniga mana shini ishlatgan. Bu demak Microsoft mu shu shi, chi, hining shu ahangda bo'lganligini e'tirof qilib bo'lgan, qabul qilib bo'lgan. Endi mavu jadvalda yig'inchoqlab shu bir qancha yoziqlarninki harflarini andikin kam bo'lgan yerlari andikin shu qo'shma harflarni ishlatish ahvollarini bir jadval tuzib keldim. Buni ko'rib olgan bo'lsa, Uyg'ur arab yozig'i deb olaylik. Masalan, Uyg'ur yozig'i 31 harfdan tarkib topgan bo'ldi. Bu yerda qo'shma harflar yo'q, o'zgarish talab qilinmaydi. Abay deb o'tdik. Bevosita Uyg'urchani bosqini bo'ldi kompyuterlar. Uyg'ur yangi yozig'i bo'lgan bo'lsa 32 harfdan tarkib topgan. Uningda qo'shma harflardan birisi ishlangan. Ya'ni inji degan tovush birisi ishlangan. Endi bu yerda inglizcha harfni asos qilganda o'zgartirishdan faqat 4 talab qilindi. Bu 4ni hozirgi kompyuter texnika bilan osonlik qo'shayotgani bo'ldi. Lekin men uni tavsiya qilmayman. Qo'shishni hojati yo'q deb qarayman. Endi inglizcha harfni bevosita ishlatib, ingliz ilifbani bevosita ishlatib, Uyg'urchani ifodalaymiz deydigan bo'lsak, bu vaqtida shu 4 tovush kam qildi. P, H, A, J degandan tarkib topgan 4 harf kamlik qildi. Endi hozirgacha nurg'un kishilar masalan qni ki orqali, hni hi orqali, ani e orqali, jini shu zi orqali ishlatib kelyapti. Bu yerda boshqa o'zgarishlarni talab qilinmaydi. Türkçini bevosita qo'llaydigan bo'lsak, hech qanday o'zgarish talab qilinmaydi. Chunki bu yerda turkchada biz turklarga o'xshash bevosita q, h, jni yumshoqlashtirib ishlatsak bo'laverdi. Endi men yerda mana deb o'tdik, mana hozir shu ishlatayotgan atalmış Uyg'ur latin yozig'i 31 harfdan tarkib topgan. Bu yerda qo'shma harflardan men xato chiqib qolibman, 4i bor. Bütün 13 o'zgarish talab qildi inglizcha harflardan. Shuning uchun bu toza muvofiq emas deb qarayman. Endi men yerda yana bir narsani deb o'taymi, shu yaqinqi yillardan beri bo'libmi 2006-yildan tortib shu aqlli fon, ya'ni shu smartphone degan telefon butun dunyoda o'rtoqlashib bo'ldi. Agar qo'lingizda shu yaqinqi yillarda chiqargan iPhone olamdi va boshqa Androidning telefonlari olamdi, işte telefonlar oladigan bo'lsa, shu telefon orqaliqlar shu bevosita Uyg'urchani yozg'ili bo'lgan bo'lib ketdi. Buni ko'ryapmiz nurg'unlarga. Masalan, men o'zim shaxsan bir yildek bo'ldi, shu Uyg'urchani bevosita yozgan bo'lib ketdim. Uni o'rganishmi shundoq oson, hech qanday bir ta'siri yo'q, faqat 32 harf. O'ylab beqinglar, Xitoychada degan 50 mingda xat bor. Biz 32 harfni bunga kirgizmaydigan bo'lsak, bu bir nihoyatda bir odamga tushunishsizlik bir ish bo'lib qoldi-da. 32 harfni kirgizish shunda oson. Mana men tayyor turibdi, har qanday telefonni ichiblar shuni kirgizib olgandan keyin Uyg'urchani bevosita bosqini bo'ldi. Buni albatta anglag'uvchilar shu sohada bildigan bo'lsanglar, shuning ulanmalarini, yo'llarini ko'rsatib berishinglarni tavsiya qilaman. Bu yerda uzun to'xtalmayman bu to'g'rida. Endi meningda men
ma jadvalni o'ttirib qo'ydim. Bu jadvalni o'ttirib qo'yishdagi sabab mana bu yerda ko'rib o'tibsizlar. Ma UEY deganimiz hozir Uyg'urlarning hozirgi zamon ilipasi. Bu yerda o'z vaqtida ishlatgan boshqa 3 xil shu latinchilashtirilgan ilipani bu yerda ko'rsatdim. Buningdan agar bularning hammasini to'plab tursak bir 10 necha xil yiziqni to'play olamiz bu yerda. Nima hojati bizning tayyor yizig'imiz tursa, mukammallashib bo'lgan tursa, yangi yiziq desak, yangi yizig'imiz bor. Koni yiziq desak, koni yizig'imiz bor. Bu umumlashtirilib bo'lgan. Ham bu yerda yana buning ustiga yana bir latincha yiziqni o'ttirib qo'yishning nima hojati qoldi? Hech qanday hojati qolmaydi. Hech qanday hojati qolmaydi. Endi oxirida shu mavi Uyg'ur yangi yiziq bilan shu Uyg'ur latin yiziqining o'rtasidagi selishtirma jadvalini bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Buni bunda ko'rib o'tadigan bo'lsak, ma qarshi shu o'z vaqtidagi yangi yiziq. Buning bilan mavi inglizcha yiziqi mayada ma 3-qur mavi Uyg'ur latin yiziqi deb atalmış. Bu yerda men ko'rdinglarmi? Ma bo'yalganlari o'zgarish talab qilinadigan harflar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 13 yerda o'zgarish talab qilindi. Bu o'rganuvchilarga nisbatan yomon bir qalaymaqan ish deb qarayman. Xo'sh, eng oxirida mening deb o'tmoqchi bo'lganim Uyg'ur yiziqi allaqachon umumlashtirilib bo'lgan bir mukammal yiziq. Uyg'ur ilifbasini latinchalashtirishga kuchayganlik vaqt isrof qilingan bir ish bo'lib, yiziqimizni buzishdan boshqa hech qanday rol o'ynay olmaydi deb qarayman. Yiziqimizni muhojiratdagi avlodlarimizga qoldirib qo'yishdagi eng yaxshi tadbir ularga hozirgi zamon Uyg'ur yiziqini o'rgatishdan iboratdir. Bu jihatda Uyg'urcha maktablarni putagan, Uyg'urcha saviyasi bir qadar ustun bo'lgan, dunyoning har qaysi mamlakatlariga o'rnashib qolgan Uyg'ur ziyolilarimiz, olimlarimiz, tilshunoslarimiz bek cho'ng rol o'ynay oladi deb qarayman. Agar biz maqala, yozma yoki asarlarimizni o'qurmanlarimizning vaqtincha ehtiyojiga qarab har xil yiziqlarda yozg'il tutsak yoki bir qancha xil ilibbalarni o'z ixtiyorimiz bo'yicha ishlatib tursak, kelgusi avlodlarimizni qaymoqtiradigan holatga selib qo'yamiz. Ularning Uyg'urcha o'rganish qiziqarligini yo'qotib qo'ygan bo'lamiz. Masalan, men ba'zida bayqab qolman, bizning bir qism nihoyatda Uyg'urchaga nihoyatda moyir bo'lgan tilshunoslarimiz bor. Ular ko'n yiziqni yezib, ko'n yiziqni yana yangi yiziqqa, uning ustiga yana Slaviya yiziqqa, yana uni shu yangi yiziqqa yoki Uyg'ur latin yiziqqa shu bir qancha xil bir Uyg'urchani bir qancha harflarni ishlatib kelyotdi. Birisi o'zigimi bekatin bir avarchilik deb aytadi, yana birisi o'qurmanlarni yomon qaymoqtiryapti. Men shu shu Uyg'urchani o'rganayotgan inglizlar menga to'la fikrlarni menga berdi. Bu nima uchun sizlarda bir yiziqinglar yo'q deb. Men ularga tushuntirib bo'lamayman. Voy bizda birli yiziq bor, boshqa yiziq yo'q desam, bular ana deb yiziqlarni ko'tarib keldi. Men ularga javob berganimga javob topolmayman shunday savollarni o'tirib qo'yganda. Ammo yerda men tuvanda bir qancha shu hozir endi biraz tonulgan torbatlarni miyaga tizib qo'ydim. Endi mushu torbatlarni masalan Uyg'ur ansambli, endikin TRT Turkiyaning dangliq radio programmi, endikin Erkin Asiya radiosiga ozroq bir talablarim bor. Bularning hozir torbatlarda qaraydigan bo'lsak, hammasi
Uyg'ur hozirgi zamon Uyg'ur tilini ishitib kelyotidi. Lekin mush torbatlarga kirgandan keyin ba'zi maqolalarni boshqa latincha yoziqlarda e'lon qilib kelyotidi. Demak, bu qilganlik amaliyot to'g'ri emas. Chunki avu ugunima degan odam kelib, u yerda avu Uyg'urchani o'rganmaydi, u yerda popib avu latin yoziqlarini bekara kirishib ketadi. Chunki ma'ni o'rganish latin yoziqini o'rganishga qaraganda biroz murakkablar, bilan biroz vaqt ketadi. Lekin yanada 30 karib, 32 karib o'rganib olsa, Uyg'ur imlo qoidasini o'rganib olsa, buni o'qib ketaveradi. Shu bugun meningki deydiganim shunchadek. Fikringlar bo'lsa, yezib qo'ysanglar bo'ldi. Vaqtinglarga rahmat.